Nolatqa. 85 ming so'm berayotgan tonda ishnata. Assalomu alaykum, bardiq. Baytu kanal görüşçüleri. Bugün biz Özgön Jil bozoridan rabochatlarni, o'spirimlarni tanıtib ko'rsatamiz. Videoni davomida cheng biz bilan birga bo'lib nazar saltыңыздар. Qo'lda retinde birden bulchitlab like'dan basib qo'yingizlar. O'spirimdagi yaxshi ekan biroq. Onlar biz başlaganda ele o'spirimlardan başlaylı. Bunal o'spirim 400 ming so'm kem bor edi. 1.78 deydi. 1.80 ga 2 cm jetpeydi deydi. Men tenkenda o'ta biy ekan. Yaşı qancha aka? Bushti ekan. Bunal ekodasindan. Bular kaltatay jab. Bundan bo'lib qoldi. Bular qanchadan aka? 130dan. 130 ming so'mdan deydi nol ekondan. Bunlar biyik qarangizlar. Bunlar janida o'tali cho'ng bo'lib qolgan. Naka asıl qolgan qarangizlar. Çok asıl qoladi. 400 ming deydi. O'spirimlarni ko'raylik aqrin buzoqdan. O'spirim qancha ekan aka? 120 ming so'm. Jashicha? Bundan. Nol ikkinchisi, ha, bo'lak ha? Qancha aka bu? 130 ming so'm. Jashicha? Bundan bo'lib qoldi. Bundan ekan. Parodasicha aka? Karabayır. Kırgız yılkısı özün. Boyun ölçülen emas mi? Ölçülen emas. 130 ming so'm deydi. Özün Kırgız yılkısı. Nerede çeken taylar tutqan şuraylı. Qancha bo'ldi taylar? 120 kam var. Paltarashka mı? Paltarashka. 120 ming kam var. Parodasicha? Avrupa. Европейский deydi. Европейский. Assalomu alaykum. Qancha dodasiz buni? 80 ming so'm. Yaxshicha? Punan bo'lib qoldi. Surashdimi? 70 so'radi. Yaxshi, so'radi. Bugun azroq qo'ydi emas o'spirimlar ha. Mingga da ekanda bular? Mingga. Qashqasi bor ekan. Paltarashka. Kaç oldu ki o'spirim? 110 ming. 110 ming so'm. Jashichi? Bundan bo'lib qoldimi? Bundan ekan. 110 ming so'm ekan. Qancha ekan bu? 140 ming so'm. Jashichi? Kaltatay. 1,5 yashar. Parodasichi aka? Danchak deydi onlarga. Paltarashka. Ha, qancha dodasi aka? 120. 120 ming so'm. Jashi? Jashi Kaltatay. Paltarashka. Parodasichi? Parodasi Qarag'uljayskiy. Qarag'uljayskiy. O'zi taza Qirg'iz yilqisi deydi. Qarag'uljaniki deydi, ha? Ha. Qancha so'radi? 95. 95. Boyni o'lchagansiz-mi? Bir elüge yakın çavu. Bir elüge yakın sip alat dedi. Bu mer ayt boz bu? Ayt böyle öyle. Arttan biz başat koy. Satılık etkenden keyin. Kaçkaya turmay ko'chib Ah. Şunu. Ayt odat. Keyingi o'spirimlarga assalomu alaykum, atlasizmi? Mana o'spirim Siraj. Assalomu alaykum. Atlasizmi? Qanchada sakal o'spirimda? 120 ming so'm. Yaşı? 2 yaş. Bundan bo'lib qoldi-mi? Bundan ekanda. Qancha so'radi aka? 90.500. 90.500 so'radi. O'zing Qirg'iziston ballarilar. O'spirim. Alındı aka? Qancha oldu? 36 oldu. 36 ming so'm. Erkek? Yaxshi. Qayerga sotiladi deydi. Qanchalik? 36 alındır. Yaxshi. Yaxshi olibsiz. Yaxshi qo'l dedi. Qancha oldi aka bu? 90 ming so'm. Yaşı? Kaltatay ekan bu. 90 ming so'm. 90 deysiz ha? 90 ming so'm kim var Kaltatay. Yaxshi ekan bunlar. Bunda Qashqa qancha ekan aka? 100 ming so'm. Yaşı? Bundan bo'lib qoldi bundan Qashqa. Bir narxinsa. Satıldı o. 100 ming so'm kim var edi buni. 5 Qashqa ekanda. Ha. Ya bu o'spirim qancha ekan ukam? 150 ming so'm. Parodasicha?
Paradası toşuna bilmem. 150 bin so'm deydi. Mingni uyretib tağ qo'yibdir da. Yaxshi ekan. Bu yoqda kichikroq o'spirimlardan bo'lsa qo'shib qo'yinglar. Bunday qaralar qanchadan ekan qara? 85? 85 bin so'mdan deydi. Narxisi deylar shunday va. Bullar 85. İki qara, kichik o'spirimlar. Katataylarda. Shunday bo'ladi to'nlar. Hozir biz ishlatni o'taylik. Ko'plar Raboşat demeler, o'spirimlar azroq chiqib turibdi buguncha. Kundagidan. Yaxshi o'spirimlar anchalik tili ko'rinmaydi. Arasida ham biri bor ekan. Anchalik emas. Hozir ham oxirin ishlatlarini ko'raylik. Qanday bo'ladi? Qancha ekan bu? 90 bin so'm. Jashicha? Bulan. Assalomu alaykum. Bulan. Yaxshi ekan. Az oxirin Raboşatlarga girelim ekanmiz, o şoqda ekan. Qancha ekan bu? Qancha aka? Aqsasi? Aqsasi 200 ming. Yaxshi aytding aka. Bo'ratni o'zini tartib qo'ytami? Yo'q. 200. Uyalib ketdi aka, uyalib ketdi. Oqsoqollar 200 mingga. Olib ketaver. 200 mingga yo'qda. Cho'ng atalasın o. Bor baraka, razı. Qaysini? Ya bunaqa bir cho'ng ot ketdi 54 ga. Qoldi otat, men 52 ga suratam. Ha? Bo'pti, so'rda. Seni güç berdi. Ana. Ya 1000 so'mlik. 1000 so'm. Qaysini? Az kes. Ya dostlar. Ya bak dostlar, aytsatam 52 ming so'm. Ana tat. Buna kelepti. Yeni güç belgeni verdim ben. Yeni gek verem. Yeni güç belgeni. Ya özürçü. Yeni güç oldu, yeni güç oldu. Sen yeni güç belgeni verdim. Bak, yeni kaçtan düşüyor. Var yeni gekini. Var baraka. Yeni gekini koyacağım. Baraka. Ya koyacağım. Baktır 5 son veren 5 sen olan. Yeni geklerim oldu. Var 50 güç bak. Var. 50 güçke ketdi. Yaş qancha ekan? Kunan. To'rattım balası deydi. 50 güçke gel. 50 güçke satıldı. Yaxshi. Ha televizorga chiqargan. YouTube'ga. Bo'ldi. Bo'ldi, sonni uchamiz ertaga baytuva. Uchamizdan sonni chiqdi. Akamda satdi. Baytur pastani ko'ramiz qo'y. Bo'ldi. Like postlar bor. Ketdi. Yaxshi. Allah razı olsun. Qaysi satıldı? Ne o? Qancha? Ekoten qancha ketdi? 98 bo'ldi. Ne la? 98 ga ketdi biroz. Ha. Jo'ni ekan biroq. Januar. 98. Arkasında qancha oldu? O'shal qancha oldu qizil? Qara. 74 ming so'mga ketdi bu. Eko satılib ketdi. Ketdi. Aka qancha dodasiz? 70 ming so'm. Jashicha. 4 asıydı. 70 ming so'm. Qancha do'st aka? Ya bunun 65 da otam. 65 ming so'm. Jashicha. Yaşı Cangası. Jangasi. Adreslerini aytib qo'ying. Ha. Nimadan bo'ladi? O'sadiqning Sadurvoy degan ayol. Sadurbaydan. O'sha yerda to'lib qo'ygan. O'shada turgan. Necha? Ishicha aka. Tapmag'im yo'q. Qo'shib qo'ydim aka, ishni to'lmaydi. Siz olasiz. Ishi. Ish, quloq, yur. Barida yo'q. Universal. Universal. Dadilg'o. Bunlar var, satılırda 100 mingdan. Qancha so'radi? Uni va 60 lira. 65 ta 60 so'radi. Ne 65 dan ketishlar qo'yib berasiz. Azmadırsa, ular veriyor. Az bo'lsa beraverem deydi. Yaxshi. Yo, xudo. Onda satlatirganlar bo'lib qolib turibdi. Az bo'lsa beraverem deydi. Nara qayda? Tartpayla qo'ydi. Ha, narxada o'yla tartpayla qo'ydi qo'ygan bo'ldi. Qancha ekan? 60? 60 ming so'm kim bor? Jashicha. Bundan ekan. Satıldı aka. Ha? Yem to'xtatasizmi? Yemlarga to'xtatam deydi. Bundan ko'kcha qancha oldi? Aka. Ko'k qancha oldi? 73 ming. 73 ming so'm. Nar qarach. 78 ming so'm. 73 ming so'mga olibdir. Bundan qancha ekan? Aka aytachi. Aldı tartpay deydi. Tartpayla qo'y. Tartpaylasizlar. Qancha ekan aka?
Bileniki deydi. Niye olur? Assalamualaikum. Nasıl? Kaç eкен ama bu? Kaça? 150 milyon so'm. Yaşıca? Bağılgan mı? 4 asi. Bağılgan deydi. Bu soyuş kalayıkları. Sevimiz eken de. Kaç ödü olsa bunu? 120 milyon so'm. Yaşıca? Ekası. İşi, ulağı. Var. Karbakan olsa? 75 milyon so'm kem var. Rabotcha. Yaxshi, sodağınız versin. Shunday aytgandar, bugun biz Özgön mal bozoridan, Silqidan rabotchatlarni, o'spirimlarni tartib ko'rsatgan harakat qildik. Sunush fikrlari bo'lsa kommentariyaga qoldiringizlar. Kanalga qattiq layk qilingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.